Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov to'yda sahnaga chiqib qo'shiq kuyladi va odamlarning qistir-qistirlarini ham rad etmadi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Sirojiddin O'sarov ushbu holat yuzasidan Kun.uzga izoh berdi. Uning aniqlik kiritishicha, ushbu holat 2025-yilning 25-oktyabr kuni vazirlik xodimining nikoh to'yida sodir bo'lgan. Vazir holatni oldindan rejalashtirmagan. Fuqarolarning xohish irodasini rad etish ularni omma oldida noqulay ahvolga solib qo'yishi, kamsitish yoki mensimaslik sifatida noto'g'ri talqin qilinishi mumkinligi inobatga olingan holda holatga ijobiy munosabat bildirgan. To'y marosimlarida xonandalarga pul uzatish yoki uzatmaslik amaldagi qonunchilik bilan taqiqlanmagan bo'lib, bu holat xalqimiz orasida asrlar davomida shakllangan milliy urf-odat va qadriyatlarning bir qismi hisoblanadi. O'zbekona an'analarda bunday jarayonlar orzu-havas sifatida e'tirof etilib kelinadi, deyiladi vazirlik izohida. Shuningdek, vazirlik rasmiysi to'y marosimida kuzatilgan holat vazirning kasbiy faoliyati bilan bog'liq vaziyat sifatida baholanishi lozimligini bildirgan. Kun.uzga ma'lum bo'lishicha, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi holat yuzasidan Madaniyat vazirligiga taqdimnoma kiritgan. Sizningcha, Madaniyat vazirining to'yda qo'shiq kuylab, uzatilgan pullarni olishi qanchalik to'g'ri? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.